Og'ir yo'l bilan boylik orttirishga urinishning oqibati hech qachon yaxshilik bilan tugamaydi. Andijon viloyati Andijon tumanida sodir bo'lgan voqea bunga yaqqol misoldir. Ikki fuqaro yo'l chetida turgan chorva hayvonni o'g'irlab ketgan. Ularning bu qilmishi ko'p o'tmay fosh bo'ldi. Hozir shu haqda. Ma'lum bo'lishicha, shu yilning 20 oktyabr kuni Andijon tumani Haqiqat mahallasida yashovchi oila vakillari har kungi odatdagidek ikki bosh sigir va buzoqlarni soy bo'yida boqish uchun bog'lab qo'yishadi. Biroq tushlik paytida chorva hayvonlaridan xabar olish uchun chiqqan xonadon egasi hayvonlarni yo'q ekanligini ko'rib, darhol shubhalanadi va 102 raqami orqali huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat qiladi. Sohilda oldiga baylab qo'ygan ekanda, mol bari uyini biladi-yu. Kelib oldimikin deb, ayasi mol yo'q deb keldi. Istadim yo'q. Ko'nglim qorong'i yozilmadi. Ashi istab yugurib yurgan jarayonimda ekan 102 ga telefon qildim. Majbur. Tezkorlik bilan harakat qilgan Andijon tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari qidiruv ishlarini boshlab yuboradilar va qisqa vaqt ichida chorva hayvonlari ham, uni o'g'irlagan shaxslar ham qo'lga olinadi. Ma'lum bo'lishicha, ular 2 nafar fuqarolar tomonidan amalga oshirilib, Damas rusumli avtomashina orqali hayvonlarni yuklab o'g'irlab ketishgan. Birinchi ro'zg'orim bilan ajrashganman, 10 million aliment chiqarib berdim. Unga telefon qilib to'lab berishimni qayta so'rashyapti. Kira qilaman Damasda. O'tayotganimda yo'lda bo'yida ko'rdim. Orqa tomondan yetalab o'tdim. Olib borib tashab, keyin ikkinchisini yuklab olib borib tashadim. O'zimga xulosa chiqardim. Qilgan ishimdan pushaymondaman. Yurmani kuchim yetmaydi, borishsa endi o'di. Mashinadan tushmaysan dedi. Hali bemalol yuklaganiga men haqiqatda o'zini nima deb bilmayman shunda. Bemalol mashinani qo'yib yuklab, olib chiqqaniga haqiqatda o'ziniki shekilli 2 reys qilganiga, qo'rqmasdan aligini qilganiga men haqiqatda o'ziniki ekan 2 reys qilyapti, bo'lmasa 1 reys deydi. To'xtatib qo'yardi deb kallam ishlamatdi keyin meni. Shag'im suti bor dedi. Yemini olib beraman, kelin yem suviga qarab tursa bo'ldi, o'lib qolmasa bo'ldi deb shunday gapirdi. Xo'p dedim. Ichki ishlar xodimlari, sheriklarim, hamkasblarim zudlik bilan yetib keldi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i yetib keldi. Birgalikda voqea joyini ko'zdan kechirdik, bordik. Qo'ygan kameralarimiz asosida izimiz yurib, mollarni topishga erishdik. Ichki ishlar idoralari xodimlarining tezkor harakati tufayli halol mehnat bilan boqilayotgan chorva hayvonlari o'z egalariga qaytarildi. Xulosa o'rinda aytish joizki, birovning mulkiga ko'z olaytirish qonun oldida javobgarlikni keltirib chiqaradi. Shu sabab fuqarolarga o'z chorva hayvonlariga nisbatan mas'uliyatli bo'lib, ularni nazoratsiz qoldirmasliklarini so'rab qolamiz. Huquq-tartibot idoralari esa jinoyatning har qanday turiga nisbatan qat'iy chora ko'rishda davom etadi. Dilfuza Ahmedova, Doniyor Aliyev, Andijondan.